Corona Flowers o'zimni o'quvchimni biznesiga keldim. Chunki 2 yil mobaynida menda o'qib, sotuvlarini 100% ga oshirib yuborgan, 100 barobarga oshirib yuborgan. Hozirgi kunda Qirg'iziston bilan Qozog'istonda filiallarini ochib, Turkmanistondagi filiallarini optim kunlari necha fura gul sotiladi? Optim kuni bitta fura to'g'risi yetmaydi. Bitta fura yetmaydi. Xitoydan shartnomalar bor. Bor. Kim borib shartnoma tuzib kelgan? Qaynatam. Qaynat avtomobil klientlar qayerdan sizlar borligingizni bilishadi. Target yoqqanmiz. Target optim target yoqqanmiz. Optim deb yozib target yo'q. Lekin mana masalan ko'pchilikni qaynatasi ishlagani ruxsat bermaydi. Ayol kishisi uyda deydi. Demak, qaynanangiz o'zi ham oldinlari bu loyihada ishlaganligi uchun sizga ham qanaqa muomala qilasiz qaynanangiz ruxsat berishligi uchun? Ishlarni chiqib ketishga harakat qiladi. Uy ishini ham bilasizmi? Da. Hamma ish qilaman. Qo'limdan kelgancha men birinchi o'rinda sizni darsligingizni qilib kelib, amalda qo'llab ko'raman. Oilaviy biznesda qurishda nimasi oson? Lekin biz shunaqa bo'lsin, net sotuvlarni 100 barobar oshirib bersa, filiallar ochishga yordam bersa, targetlar. Qara 220 tadan 780 taga optimchi klientimiz ko'paydi. 220 ta optimchi klientdan 780 taga. Nima uchun Corona Flowers boshqalari emas? Siz eng birinchi mijozlardan deyishdi. Necha yillik mijozsiz? Biz mijoz bo'lganimizga 20 yildan oshdi. 20 yillik mijoz. Qaysi gulni olasiz o'zi, Gulnoz opa? Ko'proq hozir mana женский счастье. Ayol baxt. Men baxtim ochilishi uchun qaysini uyga olishim kerak? Ikkala ayol baxti. Bir tez erga tegish yoki o'g'il bola yaxshi kelin topish sirini o'rgatamiz. Corona Flowersga kelasiz. Corona Flowersga kelganda mana bu gulni ikkalasini olasiz, uyingizga borib birga qo'yasizmi? Albatta. To'ylarimiz bor. Biza bugun Corona Flowers o'zimni o'quvchimni biznesiga keldim. Chunki 2 yil mobaynida menda o'qib, sotuvlarini 100% ga oshirib yuborgan, 100 barobarga oshirib yuborgan. Hozirgi kunda Qirg'iziston bilan Qozog'istonda filiallarini ochib, Turkmanistondagi filiallarini ochishga tayyorgarlik ko'rib yuringlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Da, o'zingiz hammasi siz mijozlaringizmi? Bu yerda ham bor. Shunaqa, bugun optim kunimiz. Xudo xolisa. Qanday yaxshi-ya. Shular hammasini olib ketishyaptimi shunda? Keling. Gulbozor, haqiqiy Gulbozor. Wow! Chorsu. Olib qo'yinglar, kelib qo'yinglar, issiqqina. Shunaqa qilamiz. Ha, bitta samimiz, keyin Haqiqiymi? Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Kuch-quvvat sizlarga. Nechta qancha fura chiqib ketadi? Optim kunlari necha fura gul sotiladi? Optim kuni bitta fura to'g'risi yetmaydi. Bitta fura yetmaydi. Ertasi kuni kun oralab, Xudo xolasa yana keladi. Ertadan keyin ham tovarimiz bor. Yana keladi. Da. Qandaysiz, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bitta furani bir kunda sotib olasizlar. 1,5 ta furani почти. Почти. Wow. Zo'r. Bu qayerdan keladi bu gullar? Xitoydan. Xitoydan shartnomalar bor. Bor. Kim borib shartnoma tuzib kelgan? Qaynatam bizneslari. Bu necha yillik biznes? 14 yillik. 4 yildan beri Instagramda olib borasizlar. Hammasi Xitoydan keladi. Hammasi Xitoydan keladi. Soat 2:30 da keldi, mana hozir soat 4. Tugatyapti ishimiz. Juda zo'r. Klientlarni qayerdan oldinglar? Avtomobil klientlar qayerdan sizlar borligingizni bilishadi. Target yoqqanmiz. Optim target yoqqanmiz. Optim deb yozib target yoqqansizlar. O'zbekistonda eng ko'p talabgor gullar qaysi gullar? Eng talabgor gullar zaytun. Zaytun hozir talab bormi? Rostmi? Juda ham, chunki bizda hammasi ofisniy variant bo'lgani uchun bu qishda ham yozda ham turib beradi. Hozir 2 kilo 3 kilogacha beradi. 3 kilo zaytun beradi. Hosil yig'sa bo'ladi. Yig'sa bo'ladi. Qaysi oyda hosil bo'ladi? Kuzda. Kuzdami zaytun? Yashilmi yo? Qorasi. Qorasimi bu? Prям rostdan jiddiy. Da. Wow. Demak, zaytunni o'stirish oson ekan-da. Oson. Mana ofisimga, uyimga zaytun olsam, o'stirishim oson bo'ladi, to'g'rimi? Zo'r. Yana qaysi gullar juda ham talabgor? Qizil lolali turibdi, o'sha qolmagan u. Kalalimi? Ha, kalali. Sizga bergandik. O'sha. Qizil kalani qo'yamiz ekan rasmini bu yoqqa. Eng ko'p sotiladigan. Eng ko'p sotiladigan. Bu katta bonsaylarimizga ham juda talab ko'p. Bular hozir egalari bor. Hozir shu bonsaylar bittasi necha pul? $4,500. $4,500.
Wow. Kung Fu Panda'dagi Kung Fu Panda'dagi bonsai. Klass, montajda Kung Fu Panda'ni qo'yib yuboringlar. Qaysi gul? Bu indiyskiy siren. Indiyskiy siren? Hozir xudo xolasa Dubayga, Rossiyaga eksport qilmoqchi bo'lgan gulimiz shu. Chunki qishda ham, yozda ham sovuq urmaydi, -18 gradusgacha chidab beradi. Bu sirenlar qishda ham, yozda ham turib beradi, to'g'rimi? Shunaqa. Xudo xolasa bunga bilan Xonsaroyga ham shu kuni borib, почти ozgina qolib shartnoma tuzamiz. Xonsaroylar bilan. Xonsaroy bilan. Wow. Zo'r. O'zbekistonda, Dubayda, Rossiyada, SNGda turadigan gul qanaqa siren? Indiyskiy siren. Qanaqa ochiladi? Yo'qmi ochilgan? Yo'q. Qaysi oy ochiladi? Iyundan oktyabrgacha. Iyundan oktyabrgacha ochiladimi? Qip qizil mahruviy bo'ladi, baxmal. Baxmal. Yil davomida 3 metrgacha ko'tariladi. Qishda ustini yopishyapmiz. Shartmas. Zo'r. Klassmi. Bulardan bir kunda nechta sotiladi bonsaylardan? Bundan bir kunda sotilmaydi-yu, bir oyda ikkita ketadi lekin. Chunki eng qimmat gul. Eng qimmat gul. Bunga ham target yoqasizmi? Bunga ham target yoqaman. Bunga qimmatroq target yoqaman. Tanlayman joylarini. Bunga anaqa qanchalik uhud kerak bonsayga? Bonsay uhudi qiyinroq, faqat buni ildiziga qarash kerak. Ko'p suv ichadi. Ildizini sog'lom qilsangiz, buyog'i yashnab ketaveradi. Tushunarli. Zo'r. Klassmi. O'zbekistonda kam-a bonsay? Kam. Klassmi. Zo'r. Meni shu bonsayni ko'rgani uchun katta ishxonaga kelishadi. Mazza qilib davom etib ketishadi buni ko'rib. Ham kelinsiz, ham bu katta biznes. Qanchalik qaynotangizni biznesiga sizga ishonib topshirishga, qarorlar qabul qilishga, target yoqishga, blogerlarga pul ajratishga, ko'pchilik kelinini ayollarga ishonishmaydi-yu. Endi bu yoqda hammasi meni qo'limda demayman. Shu paytgacha qaynonam katta rol o'ynaganlar. Nimaga menga shunchalik yaxshi qaynonam berilgan bilmayman-u. Orqamda tog'dek qalqonda turib beradigan qaynonam. Ularga katta rahmatimni aytaman. Ular endi ishlab qaynotam bilan birga shuncha qilib qo'yishgan. Ular birga ishlashgan. Birga ishlab, hammasi shu sabab keltirishga ular sabab. Ular уже rivojlangan paytda Instagram chiqdi, uni tushunmaydilar endi kattalar. U paytga men to'g'ri kelib qolib, men sabab bo'lib sizda o'qidim, shunaqa bo'lib ketdi. Men prosta bilan hozir sizni darslaringizni o'qib, target yoqib, ko'tarib berdim xolos, hammasini men qildim deyman. Boshida ular qilishganida siz Instagramda tanitib berdingiz. Va optim klientlar ham topib berdingiz. Optim klientlar topdim. Lekin mana masalan, ko'pchilikni qaynotasi ishlagani ruxsat bermaydi. Ayol kishisan uyda deydi. Demak, qaynonangiz o'zi ham oldinlari bu loyihada ishlaganligi uchun sizga ham ruxsat berganda. Shunaqa. Orqamdan ikkita bolamni olib, boring deb sizni ham o'qitgan qaynonam, ertalabdan kechgacha boring dastlabkisi chiqaring deb bolam ishlab turgan qaynonam. Katta ularning roli. Qaynonalar, o'rganinglar, kelininglarni, yoshlarni podдержка qilib, rivojlaninglar deb. Tem bo'li yangi yo'lda unaqaga qo'shmaydi to'g'risi. Bu yerda yevropeyskiy yo'q. Qaynonam shunaqa, alhamdulillah. Mashallah. Qanaqa muomala qilasiz qaynonangiz ruxsat berishlik uchun? Ishlarni chiqib ketishga harakat qiladi. Hamma uyishni ham bilasizmi? Da. Hamma ish qilaman. Qo'limdan kelguncha, lekin ikki mahal ovqatni polniy qaynonam qilib o'tiradilar. Boring siz hozir ishlab, anaqa qilib rivojlanib oladigan paytinglarda bizga yo'l ochib berganlar. Oilaviy biznesda ishlaganman-da. Oilaviy biznesda akamga, adamga bitta g'oyamni aytsam, marketing hammasini qabul qilishmagan. Siz marketing va strategiyangizni, g'oyangizni qabul qilishlik uchun qanday ularga tushuntirib berasiz? Men birinchi o'rinda sizni darsligingizni qilib kelib, amalda qo'llab ko'raman. Buni hech kimga aytmayman to'g'risi. O'xshaydimi, o'xshamaydi. Targetga qancha pul ajratishlarini sekin test qilib ko'rasizmi? Ko'raman, analiz qilaman, auditoriyamni bilaman, siz aytganingizdek. Keyin o'sha yoshlarini qatta bizni anaqa klientlar borligini bilganimdan keyin qo'rqmasdan targetga qaynotamdan, erimdan pul so'rab, yoqaman, natijasi bo'ladi. Zo'r. Bular ham qimmatmi bular ham? Ha, bular $800. Bular $800. Bular ham qishda yopadingizlar ustini. Shunaqa. Da. Bunaqa teplitsada turaveradi, hovliga usti yopilishi kerak. Oilaviy biznesda qurishda nimasi oson, nimasi qiyin? Oilaviy biznesda yaxshi tarafi nima? Yaxshi tarafi, hammamiz birga bo'lamiz, hammamiz bir-birimizni tushunamiz. Masalan, ertaga ishim borsa, boshqa ishga ishlasangiz tushunishmaydi. To'g'ri. Bu ishni ko'rib turishadi, klient ko'pligini bor chiqaz borishadi. Qiyin tarafi yo'q. Qiyin tarafi yo'qmi? Wow. Yashasin oilaviy biznes. Bitta kelin bo'lsa shunaqa bo'lsin-da, sotuvlarni 100 barobar oshirib bersa, filiallar ochishga yordam bersa, targetlar yoqsa. O'zi O'zbekiston bozorida zo'r ishlagan marketing strategiyasi sizda qaysi? Blogerlar bilan ishlashdan Blogerlar bilan ishlash.
birinchi Corona Flowers bo'lishimizdan oldin siz aytgansiz. Davay blogerlar bilan 50 tasi bilan ishlagansiz. Men 42 tasiga ishlaganman. 50 tasiga yozsa, 42 tasi ha degan javob kelgan. Ana. Ulardan 38 tasi отметка qilgan, shunaqa bo'lib Corona Flowers bo'lib ketganmiz. Eng zo'ri anaqa blogerlar bilan ishlash. Blogerlar bilan ishlash yaxshi ta'sir qilganmi? Yaxshi ta'sir, lekin hozir u foyda bermayapti. Hozir qatga yaxshi o'zingizni klientingizni bilib olib, target yoqsangiz shu yaxshi. Targetga necha pul ajratasizlar? Bir oyda 1,5-2 ming ketadi. 1,5-2 ming? 1,5-2 ming. 1,5-2 ming dollarlik target yoqasizlar. Qancha yangi mijoz keladi? Qara 220 tadan 780 taga optimchi klientimiz ko'paydi. 220 ta optimchi klientdan 780 ta. 80 tagacha. Wow! Oldin sizni marketing hammasi optim. Hammasi optim. Wow! Zo'r ko'p bo'lsa. Shunaqa. Klass zo'r. Men juda ham chiroyli. Naryoqda ham eng asosiysi bu yerda men havosidan maza qilyapman. Bu yoqqa kelinglar hammanglar. Bitta toza havoda nafas olish uchun kelinglar bu yoqqa. Обязательно. Gul kerak bo'lsa, kerak bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Ismim Abduvoris. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida 3-kurs talabasiman. Zo'r. Corona Flowers'ga qanaqa mijozsiz? Asosan optim, ya'ni ko'p miqdorda olib sotadigan mijozlardan bittasiman. Zo'r. Qaysi magazinga? Zamon gullari. Zamon gullari qayerda joylashgan? Qiblay tumanida, Do'rmon SSG. Qishloq fuqarolik yig'ini. Qanchada bir gul olib ketasiz bu yerdan? Taxminan harakat qilamiz har safar kelganda, asosan do'konda gul tugaganiga qarab kelamiz. Примерно bir oyda bir marta. Nima uchun Corona Flowers boshqalari emas? Boshqa mijozlar bilan optim tarqatgan joylar bilan ishlaganman. Asosan vodiyda. Barga ham gullar tirik narsa bo'lgani uchun ildizi boshqasi sostaniyasiga qaraladi. Bu yerdan sifatli narsalar olaman. Sifatlimi? Yana nimasi yoqadi bu yerdan bular bilan ishlashni? Klientlar bilan konkretno klient sifatida gaplashadi. Oldin boshqa joylar bilan ishlaganida optimchimi уже boshqa muomalaydi. Bu yerda lekin optimchilar, donachilar hammasiga bir xil muomala. Yangi mol kelsa aytishadimi sizlarga yangi mol keldi? Kelishidan bir kun oldin xabarini berishadi. Rejalaringiz kelajakka qanaqa? Xudo xohlasa, o'zim yo'nalishim audit buxgalteriya, lekin o'zim qiziqqan soham bo'lgani uchun shu sohaga kirganman va shu sohada razviya qilib, xudo xohlasa shu chetdan kelgan gullarni o'zimizda yetishtirib chiqarishni niyat qilganman. Niyatingizga yeting. Corona Flowers'ga nimalar tilab qolasiz? Faqat omad. Faqat shu. Zo'r. Rahmat kattakon. Ko'rdinglarmi? Yosh student bo'lib turib ishlar ekan, во-первых. Ikkinchidan mijozlarni aynan qayerdan olishni bilar ekan. Uchinchidan o'z sohasida уже intilib ishlayapsiz. Ko'pchilik studentlik vaqtida o'z sohasida ishlamaydi, lekin siz ishlayapsiz. Sizga omad, kelajagi bor. Rahmat. Молодец, rahmat sizga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizni eng birinchi mijozlardan deyishdi. Necha yillik mijozsiz? Biz mijoz bo'lganimizga 20 yildan oshdi. 20 yillik mijoz. Alisher aka bilan birga ishlaganmiz. Ular birinchi pomidor ko'chatlar, bodring ko'chatlar qilardilar. Mana endi ancha yildan beri, bir 15-20 yildan beri gulga o'tishdi. Juda ham yaxshi gullari. Mana kelib olamiz, o'rganamiz bulardan. Zo'r. Nimasi yoqadi bular bilan ishlashni? Ularni birinchi o'rinda muomalasi yaxshi, odamgarchiligi yaxshi. Zo'r. Kelganingizda darrov keling opa, keling aka deyishadi. Narxlari qanaqa? Narxlari qoniqtiradi, yaxshi. O'zingiz yo'nalishingizni o'zgartirdingizmi? Bular o'zgartirgandan keyin? Albatta. Biz ham boshida pomidor, bodring ko'chatlar ekardik, keyin biz ham gulga o'tdik. Mana hozir 16 yildan beri gul bilan ishlaymiz. Yaxshi, foydasi ham yaxshi. Siz bulardan olib sotasiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Magaziningiz bormi yo boshqa viloyatdanmisiz? Do'konda. Do'konda sotasiz. Do'koningizni oti nima? Gulnoza gul do'koni. Dilnoza gulmi? Gulnoza. O'zingiz otingiz Gulnozami? Gulnoza gul do'koniga boringiz. Eng ko'p qaysi gulni olasiz o'zi, Gulnoza opa? Ko'proq hozir mana женский счастье, ayol baxti. Eng ko'p sotiladiganmi? Erkak baxti, muskoy счастье. Muskoy счастье ham bormi? Qaysi biri? Erkak baxti mana chiroyli qizil gullar olamiz. Men baxtim ochilishi uchun qaysini uyga olishim kerak? Ikkala ayol baxti. Birga olib qo'yib qo'ying. Bitta undan ham. Siz menga nimaga baxtini berdingiz? Mana ko'pincha hammadan bitta olib. Ikkalasini birga qo'yib qo'yamanmi? Ber. Hozir qizlar baxtimizni ochamiz, hozir baxt olib ketamiz. Hozir to'xtanglar.
Давайте, men bildim sirini. Nima menga siz faqat bitta beryapsiz? Ikkalasini teng bermayapsiz. Mana Как ты могла? Ikkalasini teng qo'yamanmi? Beravering. Ikkalasini bitta yonma-yon Hozir qo'yasiz. sizlarga tez erga tegish yoki o'g'il bola yaxshi kelin topish sirini o'rgatamiz. Corona Flowers'ga kelasiz. Corona Flowers'ga kelganda mana bu gulni ikkalasini olasiz, uyingizga borib birga qo'yasizmi? Albatta. To'ylarimiz birga qo'yish kerak. Oilaviy baxt chaqiradi bu. Baxt chaqiradi. Rostdanmi? Mana. Erkak baxti, ayol baxti. Erkak kishi bir anaqa bo'lsin, bir yaxshi bunaqa baquvvat bo'lsin mana. Вот. Endi birga qo'ysa, bular ikkalovi birga tursa, o'sha avtomatik ravishda qanchaga erga tepib ketaman inshaalloh. Duo qiling. Alloh nasib qilsin, baxtlaringizni ochsin. Qanchada? Oy baxtli, oltin taxtli bo'lib Qanchada? yuring, iloyim. Tez Tez kunlarda. kunlarda bo'ldi. Mana ikkalovini birga qo'ysanglar sinamiz. Bir yil davomida men erga tepib ketsam, sizlar ham kelasizlar, Corona Flowers'da ikkalasini olib uylarga qo'yasizlar. Birga? Xudo xolasa. Vau, da bo'ldi. Men bilib oldim. Rahmat katta, ishlaringizda rivoj. Gulnoza opa, Gulnoza magaziniga borsanglar, sizlarga boshqa sirlarni o'rgataman. Gul boqishni bilmaydigan klientlarimga birinchi o'rgataman. Qancha kunda suv quyishi, quyoshli joydami yoki soya joyda turishlarini albatta etib o'rgataman. Ular yaxshi boqqandan keyin yana kelishadi. Zo'r. Rahmat katta. Vaqtingiz uchun Sog' rahmat. bo'linglar. Rahmat. Yashanglar. Assalomu alaykum. Bugun biznes rivoj loyihamizning mehmoni Muslimaxon. Muslimaxon Corona Flowers katta gullar bozorini yaratgan desam ham bo'ladi. Qaynonasining kichkina biznesini, qaynotasini oilaviy kichkina biznesini masshtabga olib chiqib, sotuvlarini 100 barobarga oshirib, ham qo'shni davlatlarda filiallarini ochishga sababchi bo'lgan kelin, o'zbek kelini qaynotasining biznesini xalqaro darajaga olib chiqdi. Yaxshimisiz Muslima? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Gul biznesini nimasi yoqadi sizga? Gul biznesini gul o'zi hamma ayolga yoqadi. Gullar bilan ishlash yoqadi ko'proq. Gullarga kelgan odamlarning hammasi yomon odamlar gul bilan ishlamaydi. Gulga kelgan har bitta mijozni yaxshi ko'raman. Chunki buni ichida yomon niyati yo'q deyman. Chunki gulni faqat yaxshi insonlar yaxshi ko'radi. To'g'ri. Shundan mazza qilib ishlayman. Ko'p kelinlarga qaynotasi, qaynonasi, xo'jayinlari ishlashga ruxsat bermaydi. Sizga qandoq unaqa imkoniyat yaratib berishgan? Boshida endi hamma ham yo'q qilib ko'r boshida deydi. Ozgina qilib ko'rdim, keyin uncha chiqish qiyinroq bo'ldi. Sizni Instagramda ko'rib qolib, marketing noldan kursingizga yozildim. Keyin menga dars davomida menga darslik berdingiz. Blogerlar bilan ishlash, unaqa qil ko'tarish uchun brending yaratdingiz. Ya xo'p deb men 50 ta bloger bilan ishlashni siz menga aytgandingiz, uyga vazifa qilib berdingiz. Men 42 tasiga yozdim, 42 tasidan ha degan javob oldim, 38 tasi atmetka qildim. Bu narsa bizni brendimiz hali unda brend yo'q edi. Klient ko'paygandan keyin nima deydi, klientni shu blogerlar orqali yig'dik desak ham bo'ladi. Keyin siz aytdingiz Corona Flowers Corona Flowers yo'q edi, brend yarat endi dedingiz. Xo'p dedim, Corona Flowers qildik. Corona Flowers qilishimizdan maqsadim virus hamma yoqqa tarqaldi, tan oldik-ku hamma virusni jim uyda o'tirishga. Biz ham xuddi shunaqa gullarimizdan hamma yoqqa tarqatib virusni ko'paytiramiz degan maqsadda Corona Flowers qildik. Ya'ni ham virusli gul hamma yoqqa tarqalishi kerak. Gullarni eng zo'r qirollari shu yerda ma'noda Corona qilib. Zo'r. Qarang, hozir sizlar nafaqat Instagramda blogerlar orqali sotdinglar, balki-da katta B2B, ya'ni optaviklar bilan dogovor tuzasizlar. Optaviklar bilan, katta B2Blar bilan shartnomalar tuzish uchun nimaga ahamiyat berish kerak? Nimaga ahamiyat berish kerak? Bularni biz birinchi o'rinda target orqali yig'dik. Target yoqdik, optim deb aytdingiz. Target ustiga optim deb yozasiz. Optim deb yozdik. Ana obloshkasiga optim deb yozamiz, keyin bu yoqdan gullarni ko'rsatamiz, o'zlari aloqaga chiqishadi. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham hamma aloqaga chiqdi. Keyin biz o'zimiz Toshkentdagilarni o'zimizga yig'dik. Keyin Qirg'iz bilan Qozoqdan ham chiqishdi. Qarasak, boshqa qo'shni davlatlardan ko'ra bizda Qirg'iz bilan Qozoqda ko'p bo'ldi. Hammasini yig'ib ularga ko'ryapsiz. O'zimizga ham gul qolmayapti, dona sotishga ham. Ularga osonlik bo'lish uchun Qirg'izistondan bitta filial ochdik. Qirg'izistonliklar o'zi olish uchun. Qozog'istondan ochdik. Hozir ham filial ochdinglar. Filial ochdik.
Qozoqdan olishyapti, qirg'izlar Qirg'izistondan olishyapti. Zo'r. Endi nima demoqchi edim? Ko'p joylarda marketingga katta pul sarflashmaydi. Sizlar hozir sotuvlarni 2 yil mobaynida 100 barobarga oshirish uchun reklamaga nechta pul sarfladinglar? Endi boshida to'g'risi yashirdim. Endi Oiladan yashirdim. Oiladan yashirdim, qaynonamdan yashirdim. Hozir ko'rishadi ham. Ochig'ini aytaman. Targetga pul ishlatayotganmi? Targetdan xo'jayinim qilur, xudo xolisa foydasi bo'ladi. Mana hamma qilyapti-ku dedilar. Sizni kurslaringizda natijaga erishganlarni ko'rib. Keyin adajonga masalan $200 yoqdim deganimda $400-500 yoqib, hozir 1,5-2 dollarga olib chiqdik. 1 oylik targetda. Yarmini target optiga yoqamiz, yarmini donaga yoqamiz. Hozir targetni o'ziga 2000. Targetni o'ziga 2000. Blogerlar bilan faqat barter. Blogerlar barter. Uni o'zlari kelishadi. Xohlasangiz pulingiz beramiz deb, yo'q, bizga barter yaxshiroq. Hozir O'zbekistondan turib, 2 farzandingiz bilan qanday qilib filiallarni boshqaryapsiz, reklamalarni? Endi biz oilaviy biznes, bitta o'zimda emas, qaynukam, xo'jayinim, qaynonam hammani ishlari bu. Shu paytgacha men shunaqa bo'lib yetishib kelishimga, buni Coronaflowers qilib yaratishimga birinchi o'rinda qaynonamga rahmat aytaman. 2 bolamni ushlab turib, bor o'qi deb turgan qaynonam. Keyin bu yoqdan bizda podдержка katta, yo'q qilmaysan degan narsa yo'q uyimizda. Ko'r deyishaveradi. Bu yoqda hozir Qirg'izistonda filialni qaynukam boshqaryaptilar. Profillarni men ko'rib turaman, nima xato, nima yo'q. Erta ham asosan o'zimizga o'xshagan dehqonchilikni tushunadigan, gul sohasini biladigan insonlarga topshirganmiz. Qozog'istonda, Qirg'izistonda mijozlarni target orqali yig'yapsizlarmi? Zo'r. U yerda ham joy arenda oldinglar, xodimlar oldinglar, to'g'rimi? Zo'r. Yana qaysi davlatlarga chiqmoqchisizlar? Xudo xolisa Turkmanistonga. Turkmanistondan ham hozir qiziqishdi. Tojikiston bilan Turkmanistonga hozir bir xil target yoqamiz. Endi qaysi biridan ko'proq mijoz yig'ilsa, xudo xolisa tanchamiz. Wow. O'zbek kelini marketingni o'rganib, biznesni, oilaviy biznesni 4 ta davlatga, 5-10 ta davlatga mo'tchiz bo'ladi menimcha. Rivojlantirgan o'zbek ayoli juda ham faxrlanaman. Sizdagi kelinlarga biznesga qilishga qo'rqayotganlarga, marketingni o'rganishga qo'rqayotganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Ularga menimcha har doim ko'p ayollar ishni bilib oldim deb uje uydagilarni orqaga suradi. Men har doim siz gapingizga eshitib, anaqa qo'llab kelganman. Siz uyingdagi muhitni o'rgan, keyin biznesga chiq deysiz. Men qaynatamni xudo xolisa rozi qilaman deb o'ylayman, chunki ishlarni ham qo'limdan kelgancha qilaman. Ish ham qilasiz. Ishlarini ham qilaman. Bu yoqqa ham kelaman, hech kim ko'nglini ortmayapman deb o'ylayman endi, xudo xolisa. Ko'p shu qaynatani duosini olib chiqib ketish. Keyin marketingga kelganda qo'rqmaslik kerak ekan. Nima qilib ko'rsam o'xsharmikin, o'xshamasmikin, ikkita rosatni o'rtasida bo'lsangiz umuman o'xshamas ekan. Miyangizga kelgan narsani qilishingiz kerak ekan. Agar xato qilsangiz, bu ham siz yutug'ingiz, keyin safar xatoni qilmaysiz. Xato qildingizmi? Xato ham qildik, keyin safar uni qilmaymiz. Xato sabab odam rivojlanar ekan. Zo'r. Muslima, siz o'zi universitetda o'qiganmisiz yoki qaysi universitetni bitirib buncha bizneslarni rivojlanishga yordam beryapsiz? To'g'risi, universitetda umuman o'qimaganman. Oddiy kasb-hunar kollejini bitirganman. Ota-onam uyda bizda qattiq edi, 5 vaqt namozini o'qi, Qur'onini o'qi deb shu oxirgi yilda ham 2 yil onam ko'chaga chiqarmasdan 30 porani yodlattirganlar. Mashalloh. 10 porasini to'g'risini aytaman, o'zim deb ota-onam qistov bilan qilganman-da. Endi chiqma deshga karantin bo'lib qolgan. Keyin bu yog'ini o'zim Alloh xohishi bilan qalbimga singdirib tez yodlab olganman. Undan keyin hech qayerda o'qimadim, erga tegdim. Karantindan keyin hamma Instagramga o'tdi bozorini. Qaynatamga adajon keling, biz ham Instagramga olib o'tib ko'ramiz bozorimizni deb. Sinov ustida ochildi bu profil. Yurgiza olsangiz mayli, bo'lmasam yo'q, men qizlarni ishlashiga qarshiman dedilar. Keyin sizni kursingizni ko'rib qo'yganimdan keyin natijasi bo'lgandan keyin mayli o'qing, rivojlanish kerak ayol deb. Endi sizga yubordilar. Umuman universitetni bitirmagan, uychi qiz, hech qayerda ishlamagan. Qo'rqishadi-da. Men universitetni o'qimaganman-da, men hech qayerda ishlamaganman-da dedi. Uychida katta bo'lib, parnikda katta bo'lgan qiz. Parnikda katta bo'lgan qiz xalqaro biznesga rivojlantirsa bo'lar ekan-da. Bo'ladi. Hayotdagi shiorlaringiz qanaqa sizning? Hayotdagi shiorlarim shu: xato qilishdan qo'rqmaslik, o'zingizga ishonchingiz bo'lishi kerak, tavakkalchi bo'lish kerak. Tavakkalchi. Ayollar ko'p o'ylaydi, biznesga yoki ishga chiqsam,
erkaklik hislatlarim ko'payib ketib, turmushimda muammo bo'ladi deb o'ylaydi. Siz unga qanaqa qaraysiz? Yo'q, unga men unaqa qaramayman, chunki men shu paytgacha hech kimdan endi uydagi muhitga ham bog'liq shekilli menimcha u narsa. Qaynanam, qaynatam biz ham ishlab kelganmiz. Endi aytishadi, ular полный shu parniyni yaralishiga qaynatam sababchi. Qaynanam bir xil qaynatam bilan ishlab kelganlar. Men prosta buni xos sababchisi bo'lib target marketlarni bir olib ko'tarib berdim, xolos ularni tanishiga. Siz bu oilaga kelishingizdan avval qanaqa sotuvlar bo'lgan va nima mahsulotlar bo'lgan? Va siz bu oilaga kelib marketing olganingizdan keyin qanaqa natija bo'lgan? Do и после aytib bera olasizmi? Siz turmushga chiqishingizdan avval qanaqa bo'lgan? Do и после ularda ko'chat bilan shug'ullanishgan и u paytda karantinani chamadanchalarda gul olib kirgan qaynatam. Xitoydan o'zlari olib kelib yurganlar. Karantin bo'lgandan keyin полный gul olib kirish to'xtatilgan. Karantin ochilgandan keyin yana rivojlantirishdi. 30 tacha o'zlarini shu 14 yildan beri ishlab kelayotgan xodimlari ko'paymagan. 30 ta bilan ishlab kelishaverdi. Bir oyda 2 marta zo'rg'a fura kirardi, qolardi tovarlar. Keyin men uni yana ham Optimga sotish niyatim yo'q edi. Keling biz ham oddiy xalqqa dona-dona qilib sotamiz deb Instagram ochdim. Shu qaynatamni ko'ndirib, keyin sizni ko'rib qolib sizga bordim, sizdagi darslarni bajardim, blogerlar bilan ishlash, maqsadli auditoriya kimligini bildim, bilmasdan oldin ishlayverardik. Keyin o'shalarni hammasini analiz qilib, bizda asosan 37 yoshdan 55 yoshgacha ekan, erkaklar 87% ekan. Gul yaxshi ko'radigan. Faqat shularni keyin siz aytgansiz, aniq manzilga kim dam olib kelyapti, shularga ham yoqsa bo'ladi degansiz. Shularni qo'llab, shunaqa target yoqdim. Mijozlarimiz ko'paydi, 220 tagacha ko'paydi. Marketing yo'lda. Keyin yana ozginadan keyin sotuvimiz oshmadi. Siz kursingizni olgansiz, chunki menda energiya tugadi. Sizdan men energiya olib kelaman, to'g'risi. Boraman, bitta gapingiz bo'ldi. Menga taalluqli gap aytmaysiz va Alima opam ko'rdim, bugun naqadir deb ishimda qo'llayman. Keyin qirolicha kursiga ham qaynatam, qiling, xudo xolasa yana rivojlanishimiz kerak deb o'qitdilar. Bundan keyin yana siz aytdingiz, matnni sotishni bilish kerak dedingiz, matn qo'yib. Siz unda Optimni yo'lga qo'ydim. Optim deb target yoqirdim. Optimga donaga yoqirdim. Har kuni yolg'on bo'lmasin, xudo xolasa 12 ta, 10 ta Optimchi yozadi. Kuniga 12 ta, 11 ta. Qozog'istonga beramiz, Qirg'iznikini Qirg'izga o'zimiz analiz qilib ajratamiz. Zo'r. Siz kelishingizdan bu oilaga kelin bo'lib kelishingizdan avval qancha fura kelar edi? Hozir qancha furaga to'g'riladi? Men kelin bo'lib kelishimda fura kelmasdi. Fura kelmasmi? Donalab olib kelishardi. Donalab olib kelishardi. Hozir necha fura keladi? Qaysi vaqt bir haftada yoki bir oyda nechta fura keladi? Bir oyda 6 ta, 8 ta keladi. 8-mart kunlari 12 ta keldi. 12 ta fura. Siz kelin bo'lishingizdan avval donalab sotilayotgan gullar hozir Xitoydan furada keladi. Furaga. Wow. Bu umuman boshqa daraja, boshqa level-ku. Boshqa daraja. Kelajakda qanaqa ko'rasiz bu biznesni? Xudo xolasa bu biznesni endi magazin ochamiz demaymiz. Bizniki optoviy ko'ryapsiz. Magazinimiz mana shu Baliga o'xshab shu parnigimizni kelib rasmga tushib dam olib maza qilib butun dunyo taniydigan, butun dunyoda filiallari bor bo'ladigan parnik. Biz O'zbekistonda gulchilik ko'p bo'lgani uchun O'zbekistonga yopishmadik, qo'shni davlatlarga sразу o'tib ketdik. Ularga filial ochishni. Zo'r qilibsizlar. Faxrlanaman. Вообще bu biznesda o'ziga yarasha injiqliklari ham bormi? Qiyinchiliklari nimada? Bor. Masalan, har bitta gulli o'zini fe'li bo'ladi odamga o'xshab. Ularga qarashni bilish kerak. Ubitkaga kirgan paytimiz ham bo'ladi. Uni ishlab chiqarishga masalan bitta furani ichida 1 kun 10 kun qolib ketsa gulimiz bir safar 6 kunda keladi. 10 kunlik qolgan gullar уже pachoqroq bo'lib keladi. Ularni tiriltirish har bitta biznes o'zining qiyinchiligi bor. Har bittasi bilan ishlashni bilish kerak. Ko'pchilik oilaviy biznesda ishlamaydi. Oilaviy biznesda o'z ishlash uchun nimaga siz ko'proq ahamiyat berasiz? Oilaviy biznesda menga qulayligi, masalan, ishim kimdandir gap eshitmaysiz. Tepangizda xo'jayingiz bo'lmaydi. Nima qildi, ya'ni 8 yetib borishim kerak, 5 yetib borishim kerak demaysiz. Kuniga 2 soat, 3 soat kelib ketsiz ham, xudo xolasa sotuv bo'lib turadigan joy. Eng muhimi tepangizda odam bo'lmaydi-da. Menga shunisi yoqadi. Menga umuman oilaviy biznes qiyinchiligi yo'q. Oilaviy biznes yaxshi ko'raman, erta baraka bo'ladi. Ayollarga maslahat berasiz oilaviy biznesga kirishni? Ko'plar yomon ko'radi. Oilamdan qochkim keladi, tashqariga chiqib ketkim keladi deydi. Yo'q, men yaxshi ko'raman. Chunki qaynatam alhamdulillah yaxshida. Qaynatasidan chiqadi-da, chiqib ketadi. Turmush o'rtog'ingiz-chi? Turmush o'rtog'im men orqamda alhamdulillah qalqon deb turib ishlat nima qilsang qil deb turadigan. Wow. Ulardan faxrlanaman. Rahmat shunaqa oilaga, meni Alloh ravo ko'rganiga. Xodimlarga qanaqa motivatsiya berasizlar?
Xodimlarga motivatsiya, siz nimani o'rgatsangiz men kelib xodimlarni ketaman. Yo'q. Xodimlik darslaringiz ham bor-ku. Hammasini aytaman shunaqa qilish kerak ekan deb, ularga biz ko'proq nima yaxshi ko'rsa, o'shani olib berishga harakat qilamiz. Motivatsiya to'g'ri qo'yilgan ekan. Shunaqa nima yaxshi ko'rasizlar? Masalan, bugun to'g'ri dastavka yo'lga chiqadigan bo'lsa, 30 ta dastavka chiqadimi, 30 tasidan bitta noto'g'ri bo'lmasa, hammasi joyiga tarqalsa, senga o'zing yaxshi ko'rgan narsani olib beraman deydi. Shunga harakat qilishadi ular. Nima olib bergansiz shu kungacha xodimlarga? Xodimlargami bitta bujeteriya xohishi, bizda kichkina qizchalar ko'plar, o'zlari 18-19 yoshli, kimdir sarpasga narsa yig'ishlash ko'radi. Shu nima xohlasa shunaqa beraman, chunki bizda kuniga dastavka chiqadi-da. Demak, dastavkalar xatosiz yetib borsa, siz ular xohlagan narsani sotib olib berasiz. Chunki men Optimga qarashli emasman. Optimni klientlarni yig'ib lokatsiyaga olib kelish meni ishim. Men do'na Instagram bilan ishlayman. Instagramga har bitta mijozga aytgan narsasini yetkazib berish meni bo'ynimda-da. Menga telefon qilishadi bo'lsa. O'shanga men o'zimni yordamchilarimga motivatsiyani beraman. Sizdan qoniqmagan, kech keldi, boshqa gulni berib yuboribsiz degan mijozlar bilan qanaqa gaplashasiz? Ularga iltimos, ertagingi kuningizni ham dastavkangizni tekin qilib beramiz. Kechiring, bugun mana shu borgan gulingizni olib turing, erta qilganini yetkazib beramiz deymiz. Dastavkamiz shahar ichida tekin. Shahar ichida. Da, zo'r. Men hayron qoldim. Nechta xodim ishlatasizlar? Hammasi bo'lib. Kompaniyada nechta xodim ishlaydi? Kompaniyada 18 ta. 18 ta hozircha. Boshqa davlatdagilar qanaqa? Boshqa davlatdagilar 6 ta. Chunki endi ochildi, kursiz ichida ochildi. Endi ko'payamiz deb xolasa. Da, zo'r. Har bitta biznesga kirayotgan ayollarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Har bitta biznesga kirayotgan o'z 2 yil avvalgi muslimaga yoki 3 yil avvalgi muslimaga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Oilasini to'g'ri tushunishi, oilali, baribir hamma oilaviy biznesni boshlaydi. Hech kim men ham turmushga chiqmasdan oldin biznesim yo'q edi. Undan keyin shu oilasini nima deydi, asrab yurishi, har doim qaynona bilan qaynota bilan yashagan odamni ikkalalarini duosini olishini, chunki ularni duosini olsangiz sizni yo'lga qo'yib olib chiqib berishadi. Ularni yeriga tegursangiz sizga yo'l ham ochib berishmaydi. Erini hurmat qilish, shu o'ziga ishonchi, o'ylagan narsasini qilish, o'ziga ishonch, oilasini hurmat qilish, tavakkalchi bo'lish. B2B ishlaydigan mijozlar bilan birma-bir ishlaydigan mijozlar farqi bormi? Bor. Nimada farqi bor? Ular kelib Optimiga qanaqa bo'lsa olib ketishadi. Donadegilar endi men qimmat olaman-ku, menga yaxshisini bering, video qilib bering, jivoymi? Ularga ham endi har bittasini puliga sotib olgandan keyin videosini qilib beramiz. Shunaqa injiqroq tomonlari ham bor. Zo'r. Hozir endi marketing g'oyalarini qayerdan olasiz? Qanaqa ichiga oranjereya qurish, mijozlarni, turistlarni, ekoturizmni rivojlantirish, unga g'oyalarni qayerdan olasiz? Unga g'oyalarni qaynukam bilan biz ko'p ishlaymiz. Islom Corona Flowers Works deb tanilganlar ular. Polni brend bilan ishlaydilar, shaxsiy brend bilan. Ular bilan ko'proq ishlaymiz. Chunki ular ko'p joylarga boradilar. Men gul sotaman, ular borib uxudini qilib, kolleksiya bo'lib borib kelishadi. Har bitta restoran kattaroq joylarga qilingan gullarni 2 marta borib biz qarab berishimiz tekin qilib qo'yganmiz. Qiziqib olishadi odamlar. Chunki boshqa joylarda 4 million 5 millionda bir oyga. Biz bir oyini tekin qilib berganmiz. Bir oyda 2 marta borib kelishadi. Keyin shunaqa qilaylik deydilar, keyin men bu yog'izdan darsingiz ochaman. Sizga yozaman. Shunaqa. Zo'r. Hozir gul biznesiga kirmoqchi bo'lgan qizlar ko'proq nimaga ahamiyat berish kerak? Biznesga, sifatiga, narxiga. Gulning sifatiga, narxiga yana. Chunki hozir hamma yoqda bir xil gul kelyapti-da, baland pastligi o'ynaveradi-da. Shuningcha hamma yoqda analiz qilib tekshirib, keyin biznes boshlashni maslahat beraman. Tahlil qilish kerak birinchi o'rinda. Gul biznesini muvaffaqiyatli bo'lishi sizdan masalan olishyapti, optaviklar olishyapti. Muvaffaqiyat siri nimaga tayanadi? Gul biznesini muvaffaqiyat siri nimada deb o'ylaysiz? Bilasizmi, klientingiz kelib kelsa bu yaxshi sotuv qiladi, bu yomon sotuv qiladi, bilasizmi? Ichingizni bilasizmi? Bilaman. Nimaga asoslanib tahlil qilasiz? Odamni har bitta o'zini anaqasi bor, fe'li bor. Kimdir bir oyda keladi. Qaytib kelgan. Ko'p kelishidan. Ko'p kelib. Qanday insonlar ko'p keladi oldingizga har hafta keladi? Sho'x, baland siz aytasiz, baland aytgan odam har doim sotuv qiladi. Siz u baland gap o'ziga ishongan, mana bunaqa kirib keladigan kuniga keladi ayol kishilar. Demak, hayotdan xursand bo'lsa sotuv ham bilan bo'lar ekan-da. Shunaqa dardi yo'q odamlarniki. Ko'planda o'zim ko'rgan o'rtoqlarim boshlab ko'rgan, dardi bilan qolib ketganda, men bilan bir xil yaratibdi profillar. Shunaqa.
o'rtalaringizga ham profilini biznesini qo'shishga yordam bergan ekansizda. Shunaqa. Da. Ular qolib ketgan. Har doim shu o'zini xushchaqchaq qilib, hech narsaga e'tibor bermasdan dard yo'q odam, menimcha. O'zingiz yoshligingizda shunaqa biznes lady bo'laman deb o'ylaganmidingiz? O'ylaganman. Rostdan? Endi gul sohasida emas-ku, lekin xudo xolisa bir kun o'zimni katta anaqada tasavvur qilganman-da. Demak, tasavvur qilganiga odam erishar ekanda. Shunaqa biznesda ishbilarmon ayol bo'lib keyin men tasavvur ko'p qilgansiz. sotuvchi bo'lishni yaxshi ko'rardim. Sotuvchi, birovlarni narsasini sotib berish, undan marketolog degan narsalar bo'lmagan. Faqat bozor bo'lgan, bozorga borib olish. Televizorda reklama bo'lgan. Keyin men kuchaygandan keyin targetolog bo'laman degan, marketolog bo'laman derdim. Boshqalarning ham profilini bemalol yurgizib bera olaman. Shunaqa ishlarim ham bor orada. Qanaqa qilib shunchalik sotuv qilib o'rgansiz, menikini ham qilib bering deyshadi. Kutishda klientim bor. Oyga. Qanchalik sizningcha o'zingizni dindan bo'lgan bilimingiz, namozingiz sizga biznesingizga yordam beradi? Qanchalik tadbirkorga kerakli deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda davomiyligi. Davomiylik. Masalan, 5 vaqt namozimni bir vaqtim kechib qolsa, o'sha shu narsa meni ishimga xalal beradi. Sen bugun o'qimading, siqilib yuraveraman. Даже vaqtidan 1-2 soat keyin o'qib qo'ysam ham, bo'ldi, shu sen bugun ishlamaysan, namozni vaqtida o'qimading, senga bugun pul kelmaydi shu. Kuniga davomiylikni qilish kerak. Demak, namoz sizga albatta ishonch berib, kuch berar ekanda. Kuch beradi. Keyin Qur'on o'qimasam ham shunaqa bo'laman. Ozgina bir bet bo'lsa ham o'qib qo'yishim kerak. Sen shuncha yotlagansan, sen ishidib ketib qolding, xayolimda yuraveradi shu narsa. O'sha shularni birinchi ertalabda qolsam, kechgacha mazza sotuv qilaman. Sotuv qilasiz. Tushunarli. Yana siz mazza qilib ishlashingiz uchun nimalarga ham berasiz? Namoz, Qur'on, oila, turmush o'rtog'ingiz bilan yaxshi aloqalar, yana nima sizga yaxshi ishlashingizga yordam beradi? Yaxshi ishlashimga tozalik. Tozalik? Uyingizda toza bo'lishi kerak. Agar qilmagan ishlarim bo'lib bu yoqqa kelib qolsam ham his qilaveraman. Hamma yoqni tekstirish kerak, keyin kechgacha bu yerda o'tiraveraman. Yosh bolalar bilan qanaqa qilib tekislikni saqlab qolish mumkin? Barib uy tez ivirsaydi-yu. Endi anaqa jahlingiz ham chiqib ketadi-da. Tozalik bo'lmasa ham. Ko'p ayollarda, ishbilarmon ayollarda farzandiga vaqt ajrata olmasa, vijdoni qiynaladi. Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Bo'ladi. Endi katta o'g'lim 3 yosh, bog'chaga berib qo'yganman. Kelganda kuniga bitta oyat bo'lsa ham yodlatib qo'yaman. Yodlatmagan kunim o'zimga "Voy, bugun shuni ham qilmading" deb o'zimga o'zim anaqa bo'ladi. Da. Kichkinangiz necha yoshda? 9 oylik. 9 oylik. Unga vijdon qiynalmaydi. Yo'q. Qaynonam bolasi unga qoni to'g'izdan bo'ldi, bu jon boraveradi. Da. Tushunarli. Farzandlaringizni qanaqa biznesda ko'rasiz? O'zimizni biznesda. Xudo xolasa. Chunki qaynotam ham bolalari o'zlarining biznesda, biz ham mashinada xudo xolasa qoldiraman. Chunki oilaviy biznesda baraka bor. Oilaviy biznesda baraka bor. Farzandlaringiz bu biznesni sevish uchun nima qilgan bo'lardingiz? Oilaviy biznesda juda ham ko'p farzandlar bu sizlarning biznesinglar, mening biznesim boshqa deb chiqib ketib qoladi. Bu biznesni farzandlaringiz sevib qilishligi uchun nimaga ahamiyat berasiz? Motivatsiya berib turish kerak. Masalan, hadeb bu yoqqa ketavermen deydi katta o'g'lim. Qo'y shunaqa, men sen yaxshi ko'rgan narsani olib beraman. Bu yoqqa boraylik, bu yoqqa borish chetga olib kelishga harakat qilaman. Yakshanba, shanba kunlari qiziqtiraman. Mana shu gullarni qara, klient ko'pligini deyman. Shunaqa odamlarni ko'rib xursand bo'lib ketadi. Voy, men ham sizga o'xshab katta bo'lsam gul sotaman deydi keyin. Zo'r. Marketingda bilib shunaqa xalqaro biznesga aylantiryapsiz Corona Flowers'da. Marketingda har bitta tadbirkor bilishi kerak bo'lgan mavzu qaysi? Katta mavzu shu maqsadli auditoriyani aniqlash, analiz qilish, tahlil qilish, har bitta klientinglarni bilish, klientini. Demak, kimga sotayotganingizni bilsa, maqsadli auditoriyamiz bilsa, u hamma narsa o'shanga quriladi. Masalan, bizda bitta klientimiz bor, Instagramdan kelgan. Kuniga gul kelsa, kuniga oladi. Ular bizni boy qiladigan aytgansiz, boy qiladigan klientimiz ular. Ularga da shuncha odamdan ortib men o'zim ularga telefon qilaman. Jahongir ismlari, Jahongir aka katta anaqa biznes center platforma bor-ku. Ishlatga oladi. 12 etaj to'ldirishimiz kerak. 4-etajga hali yetib kelmadik. 40 ta desak 40 ta aytadilar. Mashinadan bormi, mashinadan 40 ta chiqaz boring bugun deydilar. Ular narxiga ham boshqasiga ham qaramaydilar umuman. Shunaqa klientlarni analiz qilib, o'rganib, ularga o'zimiz aloqaga chiqishimiz kerak. Shunaqaga katta e'tibor berish kerak marketingga. Zo'r. Endi o'zingizni 10 yilda qayerda ko'rasiz? O'zimni 10 yilda xudo xolisa faqat shu xodimlarimiz yurgizib, sizga o'xshab motivatsiya Dubayga borib yurib, xalqaro biznesda
farzandlaringizga qo'yib berib, ular boshqarib. Shunaqa boshqarib yurishimiz. Da. Siz havas qilgan, mendan tashqari deymi, havas qilgan ayollar bormi yana? Yo'q. Siz havas qilgan tadbirkorlar, hayotiga qiziqgan, havas qilgan ayollar yo'qmi? Yo'q, Yo'q, men Instagramga kirishimdan sizni ko'rib qolganman. Haligacha sizni ko'raman, to'g'risi shunaqa. Agar sizni har bitta inson o'qishi kerak bo'lgan kitob qaysi? Har bitta o'qish kerak. Din taraflama bu farqi yo'q. Bitta din tarafdan, bitta dunyoviy. Din taraflama hadis, Qur'on. Bu taraflama marketingni agar bozorga daxli bor bo'lsa, o'qishi marketing. Siz yoshligingizda bir umr hayotingizni o'zgartirib yuborgan dunyoviy kitob qaysi? Dunyoviy kitob to'g'risi men o'qimaganman. O'qimaganmisiz? Umuman yoqtirmasdim. Da. Faqat shu Qur'on. Qur'onga ishonganman. Da. Chunki onam gaplari shunaqa edi. Qur'oningni qoldirmasang, seni Alloh yo'lda qoldirmaydi. Faqat shu. Zo'r. Endi har bitta ayol, har bitta tadbirkorni tushishi bor, chiqishi bor. Ko'pchilik tushkunlik ham tushib turadi. Siz ham bu biznesni boshlashingizdan avval eng qiyin kuningiz, tushkunlikka tushgan kuningiz, o'zingizga ishonmagan kunlaringiz bo'lganmi? Bo'lgan. Lekin hozir men shayton chalg'ityapti, seni hozir ishingdan yana ham pastga tushiryapti deb yana kuch bilan ishlab ketaman. Bo'ladi shu, hali ham bo'ladi. Hali ham bo'ladi. O'zingiz qo'y, nima qilasan deydi. Lekin hozir qo'yib yuborsam, hali bizniki o'zidan o'zi yurib ketadigan ish emas. Boshqarib turish kerak, o'zini o'zi dastavkalarni chiqarib ketmaydi. O'zim turishim kerak boshda. Shuning o'zimga kuch to'plab, bor deymanda shaytonga kelaman. Da. O'zingizga o'zingiz motivatsiya berasiz. O'zimga o'zim shunaqa motivatsiya beraman. Oyingizga dardingizni aytasizmi? Etmaydigan bo'lganman. Etardim. Etmaydi. Hozir etmay qo'ygansiz? Yo'q, 5 ta qizimiz, opachalarimga aytaman. 5 ta qiz. Opachangiz eshitadi dardingiz? Opachalarim eshitadi. Onamga aytgani, ularga aytgani. 5 ta qizdan nechtasi ishlaysizlar? Hammamiz. Hammanglar ishlaysizlarmi? Hammamiz onlayn biznesda. Hammasi onlayn biznesda. Zo'r. Bittasi Qozog'istonga eksport qiladi, tikib ishchilari bilan. Bittasi pastel belyo chiqaradi, qozoq qirg'izga, hammamiz shunaqa. Hammanglar xalqaro biznesda. Xalqaro biznesda. Zo'r. Baxt siz uchun nima? Baxt men uchun sog'ligimiz. Har doim sog'lik deb turgan. Bolaligingizdagi eng shirin xotirangiz qaysi? Men shirin xotiram. Ko'chada o'ynab yurganimda onam chaqiribki ovqatingni yeb ol deganlar. Har doim men yaxshi ko'rgan ovqatingni qildimki, bolam yeb ol, keyin chiqib ketasan deganlar. Eng shirin xotirangiz o'shami? Eng shirin xotiram shu. Hozir ham borganimda o'sha anaqani eslab, nima deydi, bitta ular bilan o'tirib ovqat stolda yeb kelmasam, borganim ichimga tushmaydi. Keyin hammamiz bitta bo'lib o'tiraylik. Telefon qilishadi, "Sen nima yeging kelyapti? Kelyapsanmi?" deyshadi. Har bitta qizdan so'rashadi. Onam harakat qiladilar har bittamizga qilib qo'yishga. Wow. Yoshligingizdagi eng katta orzungiz qaysi orzungizni amalga oshirdingiz? Eng kattasi bormi? Eng kattasi men to'g'risi dizayner bo'laman derdim. U soha meniki emas ekan. Tikib ham ko'rdim, chidolmadim, chizib ham ko'rdim, o'qib ham ko'rdim, bo'lmadi. Eng katta qaysi? Wow, yoshligimdagi eng katta orzum amalga oshirdim degan momentingiz bo'lganmi? To'g'risini aytaman, men mashina minishni yaxshi ko'rardim. Mashina minmasam ham minishga o'rganib olgan. Mashina minishni o'rgangan kuningiz? O'sha menga baxt bo'lgan. O'shani esladim hozir. Da. Shunaqa. Tushunarli. Da. Muhabbat siz uchun nima? Muhabbat bu Allohga muhabbat. Birinchi o'rinda Allohga bo'lgan muhabbat. Keyin oilamizga. Nimadan kuch olasiz? Nimadan kuch olaman? Bolalarimdan. Bolalaringizdan kuch olasiz? Bolalarimdan kuch olaman. Kechgacha charchab, etga borib, ikkita bolam shirin bobojonim deb tursa, kuch beraman. Da. Zo'r. Insonda qachon pul paydo bo'ladi? Insonda pul xursand bo'lib yursa. Xursand bo'lib yursa. Har doim xursand bo'lsangiz pul kelaveradi. Nasringiz yo'q bo'lsa, ishingiz ham qilgingiz kerak. Pulingiz ko'payib shu xursand yurishingiz kerak ekan. Yo'q, pulga qanaqa odam xursand bo'ladi? Pul qilish yo'lini topib xursand bo'lish. O'sha siz aytgan farzandiga qarab, gullaga qarab demadingiz-da. Gullaga qarab, nasringiz ko'payadi. Qancha ko'p gulga qarasangiz, pulingiz ko'payadi deyish kerak edi. Men birinchi marta chiqaman-da. Mayli. Hozir o'zingizga 1 yil davomiga qo'ygan eng katta maqsadlaringizni aytib bering. Eng katta maqsadlarim Xudo xolasa oilaviy
Turkiyaga borib dam olish. Xudo xolasa, undan keyin Dubay, har doimgidek noyabr, dekabr oyida oilaviy umraga borish. Zo'r. Turkiyada islomiy anaqalar bor, gostinitsalar bor. Ayollar bilan erkaklar UOM deganiga borganman. Yaxshilar bor. Tavsiya qilaman. Mazza qilib dam olib keling, energiyaga to'lib keling. Har bitta tadbirkorlikka kirmoqchi bo'lgan insonga nima maslahat berasiz? Har bitta 3 ta maslahatingiz. Har bitta insonga nima maslahat berasiz? Prosta siz ko'rayotganlarga. Hozir tushkunlikdadir, hayotda nima ish qilishini bilmayotgandir, qaynonasi bilan urushib qolgandir, eri tushunmayotgandir. O'shunaqa ayollarga, tushkunlikdagi insonga nimani maslahat berasiz? Birinchi maslahatim qaynana masalasiga kelaman. Xo'jayinini ko'rsa kechki payt uxlagan kelganda ko'radi. Har doim qaynanani menimcha ko'nglini olib yurish, chunki qaynana bilan yaxshi bo'lsangiz, eringiz sizni yaxshi ko'radi. Bizda shunaqa. Qaynanamiz bilan yaxshimiz, erim har doim hurmat qilib yuradi. Ikkinchi maslahatim, har doim xursandchilik, og'ir narsani bo'yningizga olib, dal shu narsa bilan o'tib ketmaydi hayot. O'tib ketadi. O'tib ketadi, xursand bo'lib yurish. O'tib ketadi, bu kunlar ham o'tib ketadi desa. O'tib ketadi. Hozir masalan, siqilsangiz dars siqib davom ettiramiz. 1 soat o'tib ketadi masalan unda. O'shani his qilib yashash kerak. Qaynona bilan yaxshi bo'lish. Eng yomon kun ham o'tib ketishiga. Eng yomon kun ham o'tib ketadi. Har doim yomon kundan keyin yaxshi kun kelishiga ishonish kerak. To'g'ri. Muslima, rahmat kattakon bizga vaqt ajratganingiz uchun. Sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Bu intervyuda eng katta olgan insightlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xayr. Hozir men sizlarga Corona Flowers'ni haqiqiy asoschisini ko'rsataman. Bu ayol Muslimani qaynonalari bo'ladi. Qaynonasi kelinini podдержка qilib o'qitib, farzandlariga qarab turib, biznesiga qo'llab-quvvatlagan qaynonalar kam. Shuning uchun men Rahima opa bilan tanishtirmoqchiman. Rahima opa, shu biznesni qachon boshlagansizlar? Endi bu biznesni men kelin bo'lib tushganimdan boshlagan. Xo'jayinim sekin-sekin harakat qilib boshlab turgan ekanlar. Keyin qarasam, men nima deydi, xo'jayinimga kuch kerak, quvvat kerak, yordamchi kerak. Hamma qiyinchilik zimmamga olib, ularga baravar yelkama-yelka nima qildik, kurashdik. U paytida endi hozirgidaqa zamonaviylashmagan, texnikalar rivojlanmagan. Biz avvalambor ko'chat boshlaganmiz. Ko'chat, pomidor, dehqon bu tomonlarda pomidor, bodring, bolgarskiy yetishtirardik teplisalarga. Ular ekishardi vaqtliroq. Endi tirikchilikda bir-biriga bog'liq narsa. Keyin shunaqa qilib boshladik. Bir gullar rivojlanganda xo'jayinim chet elga chiqib keldilar. Chet ellarda pitoniya gullar, shafron, har xil gullar bor edi. Shunda biz ham ozgina qilib ko'raylikchi deb harakat qildilar. Keyin biz ham yordamchi bo'ldik, qildik. Xudoga shukr. Yer gullar avvaliga ko'chatlardan boshladik, yer gullardan boshladik. Borib keyin mana Allohga behisob shukr bunaqa darajaga ham yetishib keldik. Hammasini tegida baribir mehnat, sabr, har doim ham yutavermaysiz. Yutish bor, yutqizish bor. O'sha yutqizishlarga chiroyli sabr qilib berasiz. Katta kiradi, katta yo'qotasizda. O'sha tomonlari, shu tomonlari ham bor. Shunga Xudoga shukr, endi qo'limizdan kelgancha 2000-yildan buyog'iga gul boshlaganmiz. Undan avval ko'chat edi. Undan avval ko'chat edi, yer gullari, keyin tuvak gullari. Endi hozir privoznoy gullarga. Hozir privoznoy gullarga o'tdinglar. Privoznoy gulga o'tdik. Keliningizga pul berib, o'qishiga, butun ishlashiga sharoit yaratib berish, buni hamma qaynonalar ham qilmaydi. Nima uchun, qanday qilib keliningizga ishondingiz? Men kelinim biz o'zimiz u paytda podдержка bo'lmagan bizda. Xo'jayinim ham haligi otalari vaqtli o'tib ketganlar, qaynonam bor edilar. Endi o'sha u paytida baribir hayot boshqacha bo'lgan. Biz unday qiynaldik. Xudoga shukr, bolalarimiz endi zamonaviylashdi. Nima deydi? Ya intilish bor, internetlar bor, bizga o'xshab turpoq titkilab yoki nima qilib qiyinchilik ko'rmasdan yashasa ham bo'lishini angladim. Men qiynaldim, kelinlarim qiynalishmasin, chunki ertaga bular ham baribir bo'lishadi, oilali farzandlari bor, o'zlaridan hozirdan fundamentni qurishligiga sababchi bo'lib qolay. Men hozir kuchim bor.
sababchi bo'lib qolay deb shuning uchun xo'jayinga ham aytdik o'qisinlar mayliman bolalariga podeshka. Chunki universitetda o'qimagan qiz ekan, parnikda o'sgan qiz ekan o'zi. Aytish bo'yicha ko'chaga chiqmaganman, faqat Qur'on o'qiganman dedi. Bu qizga ishonib, xo'p, boring, ishlang deyish hamma qaynona ham qo'llab-quvvatlamaydi. Endi ishlagandan keyin, o'qigandan keyin o'zgarish bo'lmadimi? Sizga qaysi taraflari yoqishni boshladi, qaysi taraflari yoqmadi? Chunki qaynonalar ham o'qitsam bo'ladimi, o'qitsam bo'lmaydimi, ishlatsam bo'ladimi, ishlatsam bo'lmaydimi deb o'ylanadi. Shunga siz hech afsuslandingizmi o'qiganida? Yo'q, afsuslanmadim. Afsuslanmadingizmi? Chunki odamni o'ziga bog'liq. Misoldan muslimanning ham ota-onalari mehnat bilan pul topishgan, mehnat bilan shu nima qilishganda shuni ko'rib o'sgan qiz. Oiladan ular ham xuddi hamkasbmiz. Musliman oilalari bilan, dadalari bilan xo'jayinim biz hammamiz hamkasbmiz. Qiyinchilik bilan pul topish, pulni qayerga sarflash, ularni ko'rib o'sganlar. O'shaning uchun bizda qiyinchilik bo'lmadi. Muomalalari ham men o'zim boshida o'yladimki, shunaqa bo'larmikin dedim. Keyin ko'proq ko'p narsa bo'lsa, men muslimaga shunaqa qiling demayman, men ko'proq Allohdan so'rayman. Allohim shu qizimni o'zing adashtirmagin. Dunyoni havasiga berilib ketmasin deb ko'p so'rayman, lekin Xudoga shukr, muomala ham o'sha, yurishlari ham o'sha. Bizga hali muammo yoki ko'chaga chiqdim, o'qidim yoki bunaqa oldim degan anaqa qiyinchilik bo'lmadi. O'zgarmadi xarakterida. O'zgarmadi. Shunga aytamanki, chunki odam o'ziga bog'liq. Mendan ham ozgina balki qaysidir ma'noda ko'rayotgandirlar. Nega deganingizda bizni mana dadam bolam xo'jayinning topganda ham, yo'qchilik paytda ham har doim bir tekis bo'lgan. Chunki bunday bo'lganda ertaga qoqilib qolganingda seni do'stingdan dushmaning ko'payib qoladi deb dadam shu o'gitni berganlar. Men endi shuni dadamni tarbiyalariga harakat qilaman. Chunki hozir u paytida qiyinchilik, hozir bemalol bo'lgani bilan baribir o'sha tizimni oilamga nima deydi? Saqlab qolishga harakat qilaman. Chunki bular ham ertaga qoqilishmasin. Chunki men qoqilmadim, bular ham qoqilmasin degan maqsadda shuni ko'proq ishlashga harakat qilaman. Bunaqa katta bo'lib ketadi, filiallarni boshqa davlatlarda ochamiz deb hech tasavvur qilganmidingiz? Qilganman. Yo'q, tasavvur qilganmisiz? Mashallah. Kitob o'qiganingizda niyat katta, niyat qilish kerak. Masalan, katta orzularni o'sha paytda erisha olmasangiz ham orzu qilib niyat qo'yib qo'yish kerak. Duo qilgan ekansiz. Duo qilganman. Niyat qilganman. Bugun bo'lmasa, bugun sharoitingiz qiyinchilik sharoiti bo'lmasa, shuni chiroyli niyat qilib Xudo xolasa inshaalloh menda ham bo'ladi deb birovga hasad qilgandan ko'ra yaxshi niyat qilsangiz, Xudo xolasa oldingizga kelar ekanda men amin bo'ldim. Hamma niyatlarimga Xudoga shukr. O'sha paytda qiyinchilik biz faqirlarda suv tashib, boshqa ishlarni shunaqa qilsak, hozir texnika bitta knopkani bossangiz hammasi joy-joyiga tushadi. O'sha paytlarda Allohdan so'rardim. Allohim oson qilgin. 10 yildan keyin qanaqa tasavvur qilasiz bu biznesingizni? 10 yildan keyin mashalloh endi yana hamda bolalarim yuksalishini, yana hamda bu ilmni hozir oddiy savdo emasda, har birini nimasini tigiga yetib, yana hamda mukammal qilib rivojlantirishini. Mukammal qilib. Rahma opa, rahmat kattakon, keliningizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Sog' bo'ling. Sizlarga turmush o'rtog'ingizni o'z vaqtida qo'llab-quvvatlaganingiz uchun va yaxshi niyat va duolaringiz uchun siz tengi ayollarga yoki tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan ayollarga yoki hozir turmush o'rtog'ini ishi o'xshamayotgan ayollarga nimani maslahat berasiz? Har doim yaxshi chiroyli niyat. Turmush o'rtog'ini yeta olmagan bu hozir ishi nima bo'ladigan bo'lsa, ularga podeshka. Mayli, kuchi bilan bo'lmasa ham, hech bo'lmasa so'zi bilan inshaalloh biz shu kunga yetamiz degan nima deydi, motivatsiya, ishonch bilan u odamni yiqilgan odam turg'izish kerak. Yo'q, sen nima olib kelasan yoki unaqa, ana bunday yurib, u mashinada yuribdi, men bunday degan anaqa ayollarda qaytaga erkak kishini cho'ktiradi. Xudo xolasa shu kunimga baxtliman. Men qo'lim sog', nima deydi, hamma yog'im mukammal qilib bergan Alloh hamd. Xudo xolasa xo'jayin shunaqa deb ularga nima deydi, yiqilgan odam turg'izish kerak edi. Yiqilgan odam turg'izish kerak. Chunki erkak kishi har doim erkak bo'lgani bilan nima deydi, ayollar shunaqa nima deydi, nimasiga muhtoj bo'ladi-da. Yoki ani olib bermayapsan, u bu degan gapi bilan yoki Xudo xolasa biz bu kunni ko'ramiz, inshaalloh yetishamiz shunday kunga degan
nima deydi endi sizlarni tilinglarda motivatsiya berib hali erkak kishini nima qilish kerak, ko'nglini ko'tarish kerak deb o'ylayman. Shunga harakat qilaman ko'proq. Именно shu biznesda eng yaxshi ko'rganingiz nima qilishni yaxshi ko'rasiz? Shu tuprog'ini gulda o'sib chiqqan nimada siz maza qilasiz? Men ishlashda maza qilaman. Ishlash har bitta biznesni siri muvaffaqiyatli biznes protsessdan ish davomidan zavqlanish. Mehnatkash bo'lish. Mehnatsiz oson yo'li bormi? Bormi mehnatsiz oson yo'l? Yo'q. Men sizda yana bitta nimalaringizni eshitib turaman-da, nimalaringizni eshitganimda ingliz tilini men kechalar bilan o'tirganman dedingiz. Men hozir o'zim ham Qur'onni xatm qilyapman-da. Yo'q, bular Alimaxon shunday deganlar. Men bitta ishda bardavom, muqim tursam, xudo xolasa men erishaman deb. Mana shuncha yordamchilar bor, bular hammasini joyida qo'yib, Allohimga men aytamanki, xatm qilishga ham menga nima qildi. Unga sizni so'zingiz menga motivatsiya bo'ldi. Nega deganingizda doimiylikka harakat qilsang, sen bir narsaga erishasan dedingizda. Shunga men shu gapingizni shu ro'zadan beri qo'lladim, harakat qildim. Shu bitta so'zingiz menga kuch-quvvat berdi. Kerak bo'lsa uyqudan charchagan holimda bo'lsa ham uyqudan turishlikka, boshqaga shu bittagina so'zingiz doimiylik degan so'zingiz. Rahima opa, rahmat kattakon. Sog' bo'ling, ko'p gapir. Ishlaringiz rivoj, Corona Flower butun dunyoga tarqasin. Iloyim, bolalaringiz rohatini ko'ring. Amin. Bolalaringiz rohatini o'ylaganingizdan da ziyoda bo'lsin. Oilangizga Alloh yaxshiligi bo'lsin. Yaxshilik deganda bitta ikkita narsa emasda, Alloh yaxshiligi juda ham keng. Uni payoni yo'q. Shunga qisqagina, lo'ndagina senga nimaiki yaxshilik bo'lsa, oilangga, farzandlaringga Alloh yaxshilik bo'lsin. Alloh yaxshiligi bitta go'l yo boshqa narsa emasda, uni adog'i yo'q-da. Ilohim Alloh yaxshiligi bo'lsin. Rahmat. Kim nimani o'rgandi? Rahima opadan yozib qoldiringlar bizning kommentariyimizga. Va shunaqa sizdek ayollar dono, mehnatkash, aqlli, pozitiv, ilmga bo'lgan muhabbati, mehnatga bo'lgan muhabbati bilan ayollar ko'paysin. Rahima opa, rahmat kattakon. Rahmat. Xayr, sizlar bilan ko'rishguncha.